Xo'sh azizlar, barchangizga xayrli onsizlik, xayrli masofasizlik. Instagramga ham qaynoqina salomlar, Telegram kanalimizga ham qaynoqina salomlar. Azizlar, sizlar uchun judayam bugun zo'r narsa tayyorlab qo'ydik. Hozir biz chiroyli bir suhbat o'tkazmoqchiman. Amaliyotchi, psixolog, pedagog Nargiz opa Sulaymonovna bilan bugun ayollik baxti mavzusida xudo xolasa go'zal suhbatlarni o'tkazamiz. Assalomu alaykum Nargiz opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Juda ham xursandmiz uchrashuvga rozi bo'lganingiz uchun. Rahmat taklif uchun. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Men ham juda ham xursandman, chunki niyatlar amallar niyatga bog'liq deganidek, shunaqa podkastlar orzuyim bor edi. Juda ham taklifdan juda ham xursand bo'ldim. Zo'r. Hammamizga xudo xolasa manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Nargiz opa, keling birinchi ozgina o'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz, ozgina hayotingiz, qayerlarda o'qigansiz, qisqacha oilangiz haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Nargiza, yoshim 44 da, Angren shahrida tug'ilganman, ziyolilar oilasida tug'ilganman. Bolaligimdan menga shunaqa imkoniyat bo'ldiki, hozirgi kungacha ilm maskanlaridaman. Maktabdan keyin litsey o'qidim. Keyin o'zimiz Angrenda Toshkent viloyat pedagogika institutining filologiya fakultetini tugatdim. 2013-yilda bitirdim, lekin vaqtim taqozosi bilan maktabda emas, balki maxsus bog'chaga ishga kirdim. Maxsus bog'chada alohida e'tiborga muhtoj bo'lgan bolalar bilan ishladim va shu kasbim orqasidan defektologiya sohasiga qiziqa boshladim. 2011-yilda Toshkent davlat nizomiy nomidagi universitetda defektologiya yo'nalishini bitirib keldim va defektolog bo'lib bog'chada ishlay boshladim va mendagi qiziqish to'xtamadi. 2014-yilda nizomiy nomidagi davlat pedagogika universitetida amaliy psixologlarni tayyorlash kursini tugatib diplom olib keldim va shu kundan beri haligacha ayollar, bolalar va o'smirlarga psixologik xizmatlar ko'rib kelmoqdaman. Oilaliman, 5 nafar farzandim bor. 20 yildan beri pedagogikada bo'lsam, shundan 10 yilini psixologiyaga bag'ishladim, 20 yilini hayotimni oilaga bag'ishladim. Farzandlar ketma-ket tug'ilishi, xizmat burch, onalik burchimni birinchi o'ringa qo'yib karyeradan voz kechdim. Hozirgi kunda lekin aynan farzandlarim o'sganidan keyin mana shu faoliyatimni kengaytirishga qaror qildim. Nima uchun aynan psixologiya? O'zi qanday qilib bu yo'lga kirgansiz? Aynan psixologiya yo'liga, chunki hozir asosiy faoliyatingiz to'g'rimi? Psixologiya yo'nalishida. Psixologiyaga to'satdan kirib qolmadim albatta. Juda ko'pgina ayollarga o'xshab oila, turmush, farzand, xizmat va mana shularni ichida ro'zg'orni ichida erib ketishni boshladim. O'zimni yo'qotib qo'ydim, balki unutib qo'ydim desammi, kimman, nima maqsadim bor, hayotda nimaga erishmoqchiman, mana shu kabi savollarga javob topolmay qoldim. Hayotda bo'ladigan to'siqlarga, muammolarga duch kelib, ularni yechimini topishga qiynala boshladim. Va shunaqa kunlarning birida menga bir inson ro'baro bo'ldi. Bu Nurmat va Gulchehra opa kollejda u paytda amaliyotchi psixolog bo'lib ishlardilar. Farzandim bilan birgalikda amaliyotchi psixologga murojaat qilganimda menga mana shu psixologiya yo'nalishini kashf qilib ochib berdilar. Bu insonni hayotim ustozim deb bilaman. Birinchi ustozimdan rosa minnatdorman bu ayoldan. Mana shunaqa qilib meni psixologiyaga bo'lgan, psixologiya kasbini ham egallashi mumkinligiga bo'lgan ishtiyoqim ochildi. 2014-yilda bitirib keldim va hayotimda juda ham katta najot yo'li bo'ldi. Aynan o'zimni og'riqlarimni ishlash bilan, o'zimni anglash bilan, o'zimni tushunishni orqasidan endi boshqa insonlarga ham yordam bera olish imkoniyati tug'ildi.
Va men mana shu sohada ekanligimdan hozirgi kunda juda ham faxrlanaman. Zo'r. Nargiz opa, shu o'rinda mana oilada, jamiyatda, hayotda ayol kishini rollari ko'p bo'ladi judayam. Masalan, aytyapsizki, qaysidir holatda faqatgina bitta rolda yashab qoldim va o'zimni kimligini unutib qo'ydim. Hozir aynan mana shunday holatda turgan ayollarga qanday yo'l tutishni maslahat bergan bo'lardingiz va o'zi umuman shu rollar haqida ko'proq ma'lumot berib o'ta olasizmi? Qisqacha bo'lsa ham, albatta katta mavzu. Albatta, bu haqida soatlab gapirsa bo'ladi yoki katta kitoblar yozsa bo'ladi deydi-yu. Lekin hozirgi kunda o'zini yo'qotib qo'ygan yoki ma'lum bir rolda qotib qolgan, yo kelin rolida, yo ona rolida, yo uy bekasi rolida qotib qolgan ayollarga nima degan bo'ladi? Birinchi o'rinda o'zingizni eslashga harakat qiling. Ayol ekanligingizni va shu ayolning va nafaqat ayolning, har bir insonni hayotda juda ham ko'p rollari bor. Bu o'sha jamiyatdagi o'zimizni o'rnimiz, qaysi bir kasb yo hunarni egallagan bo'lsak, bu joydagi o'rnimiz, oiladagi farzandlar oldida onalik burchimiz, onalik rolimiz, turmush o'rtog'imizni oldida ayollik rolimiz, qaynota-qaynona oldida kelin rolimiz, ota-onamiz oldida farzand rolimiz, dugona rolimiz, opa-singil rolimiz bor va vaqtida mana shu rollarni ajrata olish va har biriga o'zgacha yondasha olish va shaxsiy chegaralarni to'g'ri qo'yish va hozirgi kunda eng dolzarb va yuqori o'ringa chiqqan emotsional intellektimiz, hissiy intellektimizni rivojlantirish. Bu judayam katta rol o'ynashini hozir ayniqsa juda chuqur tushunaman va buni har bitta ayolga va har bir insonga yetkazishni judayam katta dolzarb mavzu yoki burch deb o'ylayman. Ozgina kengroq ochib bera olasizmi aynan hissiy intellekt haqida? Auditoriyamizga balkim ozgina tushunarsiz. Hissiy intellekt mana aqliy intellektni IQ deb baholaymiz va qanchalik IQsi baland bo'lgan odamlar aqlli va hayotda ko'p narsani tushunadi deymiz. Lekin yana bir intellekt, hissiy intellekt, bu IQ deb hisoblar ekan. Bu haqida o'zim ham yaqinda chuqur o'rganib chiqdim. Balkim hali yana o'rganishim kerakdir. Bu bizni hissiy intellektimiz, emotsional intellektimiz. Agar emotsional intellektimiz past darajada bo'ladigan bo'lsa, aqliy intellektimiz qanchalik baland bo'lmasin, bu inson omadli bo'la olmas ekan. Chunki hissiy intellekt bizga insonlar bilan muloqotga kirishishimizda va qaysidir bir xohlagan maqsadimizni amalga oshirishda judayam katta o'rin egallar ekan. Hissiy intellekt bu bizni emotsional intellektimiz bo'lib, ko'pincha ayniqsa ayollarda emotsional intellekt juda ham yuqori bo'ladi. Ayollar hissiyot orqali gapiradi, harakat qiladi, qaror qabul qiladi. Erkaklar ko'pincha logiklar bo'ladi. Ular aqliga suyangan holatda, sovuqqon bo'lgan holatda qaror qabul qiladi va hayotdagi muammolarni yechadi. Aynan mana shu bizning hissiyotimiz ayollarga ham uning eng katta do'sti bo'lishi mumkin va eng katta dushmani bo'lishi ham mumkin. Chunki emotsional hissiyotlar qanaqa? Qo'rquv, g'azab, nafrat, alam va shunga o'xshagan kuchli emotsional holatda qaror qabul qilishdan saqlanishimiz kerak. Ko'pincha biz avval emotsiyada, jahl ustida qaror qabul qilamiz. Har qanday hissiy barqarorlik bo'lmagan holatda, emotsional holat yuqorida bo'lganda qaror qabul qilsak, biz osongina adashamiz. Bunaqa paytda eng birinchi yordam o'sha emotsional holatni pasaygunicha kutib turish. Chuqur nafas olish, tinchlanib olish yoki o'sha konflikt bo'layotgan joydan bir muncha muddatga chiqib ketish yoki tinchlanib olsak, keyin gaplashamiz deb keyinga qoldirish. Aynan mana shu emotsional holatdan chiqib ketganingizdan keyin ko'pincha любой konflikt, har qanday konflikt yumshoq yo'l bilan tinch holatda hal bo'ladi. Shuning uchun ham qachonki inson o'zining
hissiyotlarini quli emas, balki boshqaruvchisi bo'lganda judayam vaziyatlarni o'zi xohlagan tomonga yo'naltirishga juda katta imkoniyat bo'lar ekan. Lekin hissiyotini quli bo'lgan ayol bu ko'proq bolalik pozitsiyasida qolib ketgan ayollar hisoblanadi va ko'pincha bunaqa holatda barcha o'sha muammoni nima deydi, destruktiv tomoni deydi, pastga tortadigan tomoni bilan qolib ketadi. Chunki o'shanaqa paytda aynan urushish, arazlash, ketib qolish yo'llari ko'proq bo'ladi. Aynan qachonki biz boshqarishni o'rgansak, hissiyotlar ustida ishlab, ularni to'g'ri yo'naltirganimizda biz hayotimizni xohlagan tomonimizga burib keta olamiz. Juda ham zo'r. Lekin qarang, biz hozir bir turdagi ayollar haqida gaplashdik, lekin yana bir turdagi ayollar bor deb o'ylayman. Ular hissiyotlarini umuman bildirishmaydi va bosishga harakat qiladi. Bu yaxshimi yoki bu boshqaruvga kiradimi? Lekin shu narsani ham bilaman, doimiy tarzda bostirilgan hissiyotlar har xil kasalliklarga olib keladi. 100%. Shu tomonlama ham ozgina ma'lumot bersangiz. Bu tomonlama agar tushuntirish uchun menimcha avval stress holatidagi insonni qanaqangi reaksiyasi haqida gapirish kerak. Har qanday inson, nafaqat inson, butun hayvonot ham stress holatida 3 xil yo'lda reaksiya bildiradi. Bu o'sha ruschasiga bey, begi, zamri, o'zbekchasiga ur, qoch yoki qotib qol. Buni hayvonlarda tushuntirish rosa ham qulay, chunki ba'zi bir hayvonlar o'zini o'lganga soladi, xavf-xatar bo'lsa. Ba'zi bir hayvonlar avtomatik tarzda hujumga o'tadi. Ba'zi bir hayvonlar qochib ketadi. Xuddi shunaqa insonlarda ham mana shu 3 xil reaksiya bor. Stress paytida ba'zi bir insonlar o'zlariga nisbatan agressiyani his qiladi, qarama-qarshi hujumga o'tadi. Bali tez jahli chiqib baqirib ketadigan odamlarga tegishli, ular har qanday gapni o'zlariga agressiya deb qabul qiladi va bu paytda hujum qilish eng yaxshi himoya deb hisoblaydi. Chunki лучшая защита это нападение. Ikkinchi odamlar turi bor, ular muammo bo'lgan joyda qochib ketadi. Yopiladi yoki arazlaydi yoki ketib qoladi. Bu o'sha qochish turiga. Har qanday muammoni yashirish, yopish bu o'sha qochib ketishga kiradi. Va uchinchi toifa insonlar bor, qattiq stressda hissiyotlari to'xtaydi, qotib qoladi. Qotib qolganida ular rostdan ham hech narsani his qilmay qoladi. Chunki bizni ongimiz, biz tanamiz birinchi vazifasi bizni hayotimizni saqlab qolish, выживание. Shuning uchun 3 xil reaksiyada insonning ongi tanani himoya qiladi. Shuning uchun ko'pincha hissiyotlarini yashiradigan odamlarni ichida juda ham ko'p og'riqlari bo'ladi. Bu shunchaki maska bo'lishi mumkin, himoya vositasi bo'lishi mumkin va bostirilgan har qanday emotsiya, his-tuyg'u tanaga joylashadi va albatta psixosomatik kasallarga olib keladi. Buni uzoq vaqt bostirib yurishning iloji yo'q. Chunki har qanday bostirilgan narsa xuddi sharga o'xshab isha boshlaydi. Muammo hech qayerga ketmaydi, lekin har safar u sekin asta isha boshlaydi. Bir kun kelib shunaqangi qattiq va o'sha kuchli bo'ladiki, oxirgi bitta oddiy gugurtni orqasidan chiqqan konflikt ham biror bir arzimaydigan sabab bilan chiqadigan konflikt butun boshli sharni yorilib ketishiga sabab bo'ladi va bu katta vulqon bo'lib juda ham yomon xunuk oqibatlar olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham hozirgi zamon psixologlarini aytishi bo'yicha kichik vulqonlar otilishi, kichik konfliktlarda o'tirib suhbatlashib muammoni hal qilib olish eng katta profilaktika hisoblanadi. Bostirilgan emotsiyani tagida juda ham katta kuch bor. Haligi baqiroq, urushqoq odamlar sizga tayin. Ular qanaqa xatti harakat qilishini bilasiz.
Lekin og'ir, bosiq, hamma narsani ichiga yutadigan odam ba'zan xavfli tirik bomba bo'lishi mumkin. Chunki bilmaysiz qachon otiladi-yu va qaysi tomonga qarab ketadi bu jarayon. Shuning uchun bunaqa narsalar vaqtida agar o'zini ustida ishlab, tushunib, ekologik yo'l bilan emotsiyalarni chiqarib tursa, inson hayotida bunaqa og'ir, jiddiy muammolar, sog'liqqa zarar yetmaydi va munosabatlarni ham chiroyli qilib yechish mumkin. Haqiqatdan ham eng katta dushmanimiz bu bizni suhbatlashishni o'rganmaganimiz va haqiqatdan ham bu narsa o'rgatilmaydi. Bunday kuzatsak, agar hayotimizda juda ko'p bilimlar o'rgatiladi. Rivoj yo'lida ham aqliy bilimimizga qaratilgan, ayniqsa ayollarga pishir kuydir, uy tutish, ro'zg'or tutish o'rgatiladi-yu, lekin mana shunaqangi kichkinagina olib qaralganda, lekin buni zaminida ko'p muammolar kelib chiqadigan narsalar afsuski o'rgatilmaydi va buni orqasidan keyin mana shunaqa katta portlashlar ro'y beradi. Nargiz opa, bilaman, siz doimiy shu paytgacha rivojidasiz va o'zi psixologiyani ham judayam ko'p yo'nalishlar bor. O'sha bo'yicha ma'lumot bersangiz, aynan qaysi yo'nalish bo'yicha bugungi kunda ishlayapsiz va qaysi yo'nalishlar bo'yicha o'qigansiz psixologiyani? Menga eng yaqin yo'nalish bu dunyo bo'yicha tan olingan va dunyo olimlari bu uchun umrlarini bag'ishlab olgan ilmiy yo'nalish yaqinroq. Chunki bu isbotlangan ilm hisoblanadi. Rostdan ham yo'nalish juda katta. Men o'qigan yo'nalishlar bu hozirgi kunda Gestalt yo'nalishi. Bu juda ham kuchli soha. Gestalt yo'nalishi, tranzaktniy analiz yo'nalishi. Hozirgi kunda PFR psixometodikasi bo'yicha juda ham yaxshi chuqur ishlayapman. Art terapiya va uning ichiga kirib ketadigan katta yo'nalishlar, neyrografika, сказка terapiya, ertak terapiya va turli xil proyektiv metodikalar. Har bir yo'nalish va uni orqasidan olgan ilmim menga juda ham katta bir yordam berdi. Masalan, Gestaltda nimani o'rgandim? Gestaltda hozir va shu yerda bo'lishni va shu yerda his qilishni o'rgandim. Gestalt menga insonlarni eshitishni, his qilishni va ularni mehr bilan qalbini ochishga o'rgatdi. Va bu Gestaltni juda katta kuchi deb hisoblayman. Gestalt erinmasdan, chaynab olib boriladigan terapiya va bu uzoq muddat ishlanadigan terapiya. PFR metodikasi esa bu psixofunksional razblokirovka, o'zbekchasiga ong ostidan bloklarni tanadan yechish. Bu metodika yangi ishlab chiqarildi Anton Markov bo'yicha va hozirgi paytda tezlik bilan dunyo bo'yicha tarqalib tan olinmoqda. Bu metodikaning unikal tomoni shundaki, ham psixika bilan, ham tana bilan ishlaydi. Bu yerda men nimani o'rgandim? Bu yerda ong ostiga ta'sir etishni o'rgandim. Ong osti bilan muloqot qilishni va ong ostidan turib tanadagi bloklarni, zajimlarni, spazmlarni his qilishni o'rgandim. Bu orqali bolalikdan hozirgi kungacha kelayotgan og'riqlarni tanadan yechishni o'rgandim. Va bu uzoq muddat yurmasdan tezroq natija berishini ko'ryapman. Va har bitta inson individual bo'lganligi uchun biror bir inson boshqa insonni qaytarmaydi. Har biri alohida yo'nalish. Art terapiya yo'nalishi esa bu eng xavfsiz metodika bo'lib, bu yerda biz o'yin orqali, ijod orqali, rasm chizish orqali ong ostiga himoya mexanizmlaridan oson o'tamiz va muammoni ildizini oson topishga, bir vaqtni o'zida ham korreksiya qilib ketishga juda ham yaxshi yordam beradi. Bu ayniqsa bolalar bilan ishlashga yordam beradi. Ba'zan aql egalari bo'ladi-ku, himoya aqlga kirib oladida, ochib bermaydi, himoya mexanizmlari ochib bermaydi, ishonmaydi. Shunda art terapiyani, ayniqsa ertak terapiyani ishlatganimizda butunlay xayoli boshqa joyda bo'ladi, ertak yozadi, lekin o'zining ong ostidagi muammolar chiqib keladi. Juda ham yaxshi ko'raman.
ertak terapiyani 2019-yil Tatyana romanida o'qiganman va bu xalqaro международный sertifikatsiya bo'lgan va bu meni eng yaxshi ko'rgan uslubim. Tranzaktsiya analiz esa bu nafaqat hissiy gestaltdan farqli tomoni fikrlarni ham analiz qilish orqali odamni ichidagi ichki bolasi, ichki ota-onasi va ichki yetuk pozitsiyasini anglashga, to'g'ri tushunishga va hayotda joy-joyiga qo'yishga yordam beradi. Bu munosabatda ham katta yordam beradi. Bolalar va o'smirlarning hayotidagi muammolarni joy-joyiga qo'yishda ham yordam beradi. Chunki ba'zan ota-ona va bola bir xil pozitsiyada bo'ladi. U ham bola pozitsiyasida, bu ham bola pozitsiyasida. Ayniqsa shu ota-onani bolasidan arazlab olishi, o'sha yoki bo'lmasa solishtirishi ko'pincha bu raqobatga o'xshatgan bo'ladi. Qachonki ota-ona yetuk pozitsiyada bo'lsa, farzandi bilan muloqoti yanada yaxshiroq bo'lishni boshlaydi. Shuning uchun mana shu yo'nalishlar hozirgi kunda menga bir vaqtni o'zida ham tana bilan, ham aql bilan, ham hissiyot bilan ishlashni o'rgandim. Bu ruh, aql va tana bir butun bo'lgani uchun bir vaqtni o'zida odam ancha tezroq natija olishga va orqaga qaytib ketmasligiga yordam beradi. Lekin har qanday holatda ham orqaga qaytib ketish mumkin. Agar biz o'zimizni hayotimiz mas'uliyatini o'zimizga olsak, rivojdan to'xtab qolsak, yana orqaga qaytib ketish mumkin. Haqiqatdan ham xuddi shunday. Nargiz opa, mana hozir Angrenda markaz ochibsiz ekan va aynan o'sha markazni faoliyatini sekin-sekin boshlaysiz. Va qaysi savollar bilan ayollar yoki o'zlarining farzandlarini olib kelib murojaat qilsa bo'ladi? Ha, hozirgi kunda biz aynan psixologiya bormi deganda mana shunday murojaat qilishi mumkin bo'lgan ofisni ochmoqdamiz. Xudo xolasa hamma hujjatlari bilan birgalikda va bugungi kunda ayollarimiz o'zini izlagan va yechimini topolmagan savollariga qarab murojaat qilishi mumkin. Bu munosabat bo'lishi mumkin. Bu o'sha shaxsiy rivoj bo'lishi mumkin. Yoki o'sha hayotda o'zini o'rnini topolmagan, kasb-hunarda qayerdadir adashayotgan, tushunmayotgan, yo'l-yo'riq topolmayotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilish mumkin. Ayniqsa o'sha farzandlar tarbiyasida qiyinchiliklar bo'lsa, o'smirlar, bolalar bilan bog'liq bo'lgan muammolar, ayniqsa hozirgi kunda telefon muammosi va o'sha emotsional intellektning yo'qolib borishi, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi birinchi signalli sistema deyiladi. O'sha narsa yo'qolgan va munosabat yo'qolgandan keyin bola o'zini olamida, ota-ona o'zini olamida va bu turli xil muammolarga olib kelyapti. Mana shu yo'nalish bo'yicha bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Birgalikda yechim topishga harakat qilamiz. Yo'naltirishdan xursandmiz. O'zi mana farzand bilan bo'lgan muammolarda asosan farzand bilan ishlash kerakmi? Ya'ni farzandni olib kelib yoki onani o'zi ishlashi kerak mana shu joyda. Judayam dolzarb mavzuni ko'tardingiz. Ko'pincha ota-onalar farzandini olib keladida, farzandimni to'g'rilab beringmi? Lekin hali bu yetuk shaxs emas. Mustaqil o'zi yashamaydi. Ota-onani qaramog'ida va albattaki ota-ona bilan birga ishlash shart. Bo'lmasam natija o'zi xohlaganday bo'lmaydi. Chunki farzand bu oilani ko'zgusi. Har bir oila jamiyatni bitta kichkina bo'lagi bo'lganidek, farzandlar oilani ko'zgusi. Har qancha kasalni yashirsak ham isitmasi oshkor qiladi deydi-ku. Agar farzand bilan munosabat siz xohlaganday bo'lmasa, demak oilani qayeridadir, qaysidir bir jabhada ozgina muammo bor. O'shani to'g'rilab olsak, hayoti yaxshi bo'ladi. Shuning uchun 14 yoshgacha bola ota-onani aks ettiradi. Ayniqsa, unaqa paytda ko'proq ota-onani o'zi bilan ishlash ma'qulroq. Chunki bolalarni
ruhiy holatdan yoki biror bir travmadan chiqarish juda ham oson. Agar bu oilaga tegishli biror bir muammo bo'lsa. Lekin agar bola ko'chada kattaroq bir muammoga, zo'ravonlikka, tayziqqa, yana qanaqadir biror bir psixologik yoki вообще hayotiy muammoga uchragan bo'lsa, unda ko'proq ishlash kerakdir. Lekin har bir holat individual. Hech qaysi bir psixolog konsultatsiyaga oldindan tayyor bo'la olmaydi. Chunki har bir inson bu ochilmagan kitob, o'zgacha bir olam. Uni ichiga kirganingizdan keyingina, tushunganingizdan keyingina o'sha bor instrumentingizdan biror birini olib, keyin ishlashingiz mumkin. Shuning uchun albatta ota-onalar bilan birga ishlash kerak. Chunki nima deydi, avval ota-ona qush uyasida ko'rganini qiladi. Shuning uchun bolalariga qarab oila qanaqa ekanligini bilib olish juda ham oson. To'g'ri, kimdir aytadi, tashqi muhit ta'sir qiladi, maktab ta'sir qiladi, o'rtoqlari ta'sir qiladi. To'g'ri, bu ham juda muhim faktor. Lekin bola eng muhim ko'nikmalarni avval oilasida, ota-onasidan oladi. Ana undan keyin muhit ikkilamchi faktorga aylanadi. Bu yerda ham albatta e'tiborli bo'lishimiz juda ham muhim. Albatta. Lekin bilasizmi, bugungi kunda aynan psixologiya yo'nalishiga juda ham katta tanqidlar bo'lyapti. Psixologlarga bunga fikringiz qanday? Hamma joyda mevali daraxtga tosh otiladi. Psixolog kasbi doim dolzarb kelgan. Yevropada psixolog va yurist kasbiga juda ham katta e'tibor beriladi va sharafli kasb hisoblanadi. Hozirgi kunda bizning ham davlatimiz katta rivojda. Shuning uchun psixologiya juda muhim va dolzarb yo'nalishga aylandi. Lekin har qanday joyda o'sha sifatli va sifatsiz kontent borda. O'sha info-sigan deymiz. Turli xil kurslar sotish orqali sifatli, sifatsiz ma'lumot berilganidan keyin insonlarda albatta tanqidiy fikr ham uyg'onadi. Lekin tanqidiy fikr uyg'onmasa, haqiqiy yo'nalish rivojlanmaydi-ku. Lekin hozir xursand bo'ladigan tomoni shuki, davlatimiz qonun bilan belgilab qo'yildi. Aynan diplomli, oliy ma'lumotli va yoki o'sha o'z ustida doimiy chuqur izlanib o'qib borayotgan psixologlarni, sharafli kasb egalarini himoyaga olib qo'ydi. Va bu juda ham xursand bo'ladigan holat. Har bir mutaxassis menimcha tanqidga uchraydi. Va buni o'ziga nisbatan nima deydi? Yiqitish emas, balki uyg'onish uchun, yana ham kuchli bo'lish uchun, o'zini kasbini professional egasi bo'lish uchun bir chaqiruv deb qabul qilsa yaxshi bo'ladi. Chunki suhbatlashganingizda sizni mijozingiz ham siz haqingizda ma'lumotga ega bo'ladi. Siz ham mijozingiz haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Va shu yerda aniq bo'ladi, bir-biringizga to'g'ri kelasizmi, kelmaysiz. Har bitta insonning o'zini psixologi bo'ladi, har bitta mijozni ham o'zini psixologi bo'ladi. Albatta bu yerda to'g'ri kelish juda muhim. Ba'zi bir psixologlar bor, ular qattiqroq yo'nalishda olib boriladi. Hayotda ham, xarakterida ham shunaqa insonlar bor. Ular qattiq gapiradi, qattiq qarorlar beradi. Bu ana tverday nisha deyiladi. O'zbekchasiga bilmadim, qattiq deyiladi. Va yumshoq psixologlar bor. Ular ko'proq qo'llab-quvvatlovchi, поддерживающий psixologlar deyiladi. Kimgadir shunaqa qattiq gapiradigan psixolog kerak. Kimgadir esa yumshoq yo'nalish kerak. Bu yerda siz har qanday holatda siz o'zingiz qaror qabul qilasiz. Sizga to'g'ri keladi bu yoki to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun tanqidga men yomon qarayman. Tanqid doimo insonni o'stiradi. Aytaylik, hozir ba'zi bir ayollar o'zlari mana psixolog menga kerak deb tan olishsa ham, lekin
oilada aytaylik turmush o'rtog'i tomonidan psixologlarga faqatgina jinnilar boradi yoki u ayollarni yo'ldan uradi deyishsa, yoshi kattalar esa biz oldin ham bu psixologlarsiz yashaganmiz, nima keragi bor degan ko'plab gaplar eshitiladi. Bu holatda ayol kishi o'zini qanday qilib tutishi kerak? Rostdan ham avval ham psixologsiz yashagan. Biz ham yashaganmiz, biz ham o'sha davrda sekin-asta katta bo'lganmiz va biz ota-onalarimizga, buvalarimizga psixolog kerak bo'lmagan. Sababi u paytlarda evolyutsion jarayon bu darajada tez emas edi. Informatsiya bu darajada tez kirmagan edi. Global emas edi. Biz chet ellarda bo'layotgan narsalardan xabardor emas edik, faqat televizorda bo'layotgan narsalardan xabardor bo'lganmiz va muloqot ko'proq bo'lgan. Kelinlar chiqib eshik oldida dardlashib, sirlashib, ichidagini chiqarib, yashab o'tib, yana mehnatga qaytgan. Mehnat eng katta psixoterapiya bo'lgan. Non yog'sa, kir yuvsa, uy yig'guncha ayol jahlidan tushib qolgan. Hozirgi zamonda informatsiya tez, stress zamoni, qo'limizda telefon, butun dunyoni ko'ryapmiz, shunaqangi tez aylanyapti va vaqtni tezlashishini hisobiga hamma o'zini qobig'iga o'ralishni boshladi va o'sha tashqi zo'r ko'rinish hisobiga hamma dardini ichiga yutishni boshladi. Biz go'yoki tirik bombachalarga aylanib qoldik va chiqarishni unutib qo'ydik. Qanaqa qilib gapirishni, dardini aytishni unutdik. Nima deb o'ylaydi, to'g'ri tushunmaydi, boshqalarga aytadi va o'sha nima deydi, ishonish darajasi pasaydi va gaplashish, o'sha emotsional intellekt pasaydi va har bitta odam o'zini qobig'iga o'ralishni boshlagandan keyin avtomatik inson hayotiy energiyasi pastga tusha boshladi. To'g'ri, rostdan ham hammaga psixolog kerak emas. Ba'zi bir insonlar bor, tug'ma ularda psixologik ko'nikmalar shakllangan. Ular qanaqadir vaziyatlardan o'zlari yechim topib chiqib keta oladi. Kimgadir onasi psixoterapevt, kimgadir otasi, kimdir turmush o'rtog'idan motivatsiya, kimdir farzandi uchun harakat qilib chiqib ketadi. Lekin ayrim insonlar bor, ularga aynan psixolog kerak. Chunki ularni o'zlarida ham o'sha izlanish, rivojlanish va o'zlari ham nimadir bilim berish borda kelajagida. Va ular shuning uchun ham izlanadi. Shuning uchun u zamonni fikri ham to'g'ri. Hozirgi zamonni fikriga oldingi zamonni fikri to'g'ri kelmay qoldi. Chunki zamon tezlashib ketgan. Zamon bilan hamma bas bo'lmasa, orqada qolib ketasan. O'zi dugonalardan, onalardan maslahat olish to'g'rimi? Dardini aytib, misol uchun oilada bo'layotgan konfliktni aytib, ularni maslahatiga quloq solib ish tutish to'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? Maslahat so'rasa bo'ladi, lekin qaror qilish kerak emas. Chunki har bir inson o'zini tanasidan o'tkazib maslahat beradi. Ayniqsa sizni uyingizdagi turmush o'rtog'ingiz, sizni uyingizdagi sharoitingiz, qaynonangiz, farzandlaringizni fe'li dugonangiz uyidagi hayot tarzi bilan bir xil emas. Va u o'zidan kelib chiqib maslahat beradi va sizni hayotingizga javobgarlik oladi. Yoki siz kimdir hayotiga maslahat berib qo'ysangiz va u sizni maslahatingizga kirib hayoti yanada yomon bo'lib qolsa, siz javobgarsiz. Sizga yoziladi uni nimasi, xatosi va sizni hayotingizda xuddi shunaqangi vaziyat bo'lishi mumkin. Chunki butun olamni o'rab turgan bir shunaqangi yozilmagan qonunlar bor. Aks ettirish qonuni, tortishish qonuni va o'sha причинно-следственное действие deydi-ku, o'sha sabab va natijaga ko'ra kimga nima qilsak, o'zimizga ham qaytib keladi. Shuning uchun ichingizga to'lib toshib ketsa, bemalol aytishingiz mumkin, dardlashishingiz mumkin, lekin ularni maslahati bilan qaror chiqarishni maslahat bermayman. Qachonki biz psixologiyada shunaqa narsa bor, subyektiv va obyektiv.
subyektiv bo'lsa shaxsiy fikringizni bildirasiz. Obyektiv bo'lsa professional darajada javob berasiz. Psixolog sifatida bu vaziyatda qanday javob berish kerak, qanday yo'nalish berish kerak. Qachonki obyektiv javob berilganida inson o'zini tanasidan o'tkazib, o'zi qaror qabul qilishi kerak. Shuning uchun ham psixolog maslahat berishga haqqi yo'q. Psixolog maslahat bermaydi. Agar sizga maslahat beradigan psixolog uchrab qolsa, undan qoching deydi. Chunki u faqatgina yo'nalish beradi. Siz o'sha tupikka yoki yo'li yo'q qorong'ilikka, muammoga kirib qolganingizda, mana bu yo'llar bor. Xohlasang bu yo'ldan borasan, lekin bu yo'l bu yoqqa olib boradi. Mana bu yo'ldan borsang bu yoqqa boradi. Tanlov o'zingda, qaror o'zingda. Majburlashga, hali tayyor bo'lmagan insonni qanaqadir bir yo'lga boshqarishga ham hatto psixologning haqqi yo'q. Ayniqsa manipulyatsiya qilishga haqqi. Lekin haqiqatdan ham bu hayotda o'zi eng qiyin narsalardan biri mas'uliyatni insonni o'z zimmasiga olib qaror qabul qilishi. Menimcha ham ko'p o'zi maslahat so'raydigan insonlar mas'uliyatdan qo'rqishadi. Bu narsaga qanday qaraysiz o'zi? Qanday qilib inson qo'rqmasdan tanlov qila olishi kerak? Qo'rqmaslikda iloji yo'q. Chunki bizni eng katta blokimiz bu qo'rquv. Qo'rquv nima? Qo'rquv bu noma'lumlik. Noma'lumlikdan hamma qo'rqadi. Chunki bizni ongimiz shunaqa yaratilgan. Avval u tushunishi kerak, anglashi kerak, xavfsizlik his qilganidan keyin biror bir qabul qiladi. Eng qulay pozitsiya bu o'sha javobgarlikni o'zidan soqit qilib boshqalarga yuklab qo'yib, rivojlanmasligimga mana bu sharoit, mana bu inson, mana bu vaqt, mana bu narsalar, faktorlar xalaqit beradi deb o'tirib olish bu eng qulay pozitsiya. Lekin qachonki inson o'zini hayotini yaratuvchisiga aylanadi, qachonki mas'uliyatni o'zini bo'yniga olsa, hayotini qarorlarini o'zi qabul qilsa va maqsad va kelajak maqsadlariga, orzu va maqsadlariga rejalar qo'yib harakat boshlasa, gina rivojlana oladi. Bungacha rivoj to'xtamaydi. Chunki vaqt eng qimmatbaho resurs. Uni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Shuning uchun ham kim o'zini ustidan yengib o'tsagina o'sha inson g'olib bo'ladi deydi. O'zini yengib o'tmagan inson boshqa odamlarni ham, boshqa bir vaziyatlarni ham yenga olmaydi. Haqiqatdan ham xuddi shunday. Oiladachi aytaylik, endi yosh oila qurib, endi bir-biriga o'rganayotgan er va xotinda ayol kishi o'zini qarorlarini qanday qilib qabul qilish kerak, o'zi shaxsiy chegaralarini qanday qilib saqlab qolishi kerak. Chunki ayniqsa yoshlikda bilamiz, o'zi endi oilada ham ma'lum bir etaplardan o'tadi va o'sha joyda ko'p judayam bo'ladi turmush o'rtog'idan bu joyga borma, buni qilma, men qaror qilishim kerak degan narsalar. O'sha joyda qanday qilib o'zidan voz kechib bormaslik, shaxsiy chegarani saqlab qola olishlik va o'zi qaror chiqarish mas'uliyati o'z zimmasiga olish mumkin. Bu juda uzr so'raymiz, ozgina uzilish bo'lib qoldi. Savolga qaytadigan bo'lsak, hozirgi kunda yosh turmush qurgan ikkita inson, er va xotinni hayotda bir-birini tushunib, shaxsiy chegaralarini buzib yubormasdan yashash rosa qiyin jarayon. Avvalambor turmush qurishdan avval juda ham ko'p narsalarni kelishib olish. Ko'pincha bu narsa
bo'lmaydi. Va bu turmush qurgandan keyin kelib chiqadi, yuzaga kelib chiqadi. Chunki birinchi buket konfet davri bo'ladi. Pushtirang ko'zoynaklar orqali sevgan insonimizni idealligiga ishonamiz va o'zimizni ham juda ideal holatda ko'rsatamiz. Va gestaltda shunaqa ajoyib bir narsa bor. Sliyaniya deyiladi. Ikkita inson birlashib ketishadi. Bir xil narsani yaxshi ko'rishi, bir xil filmlarni ko'rishi, hamma narsada birlashib ketish. Bu yerda albatta bitta inson o'zidan voz kechadi. Qaysidir bir insonning ruhiy holati biroz pastroq bo'lsa, kim liderroq bo'lsa, o'sha insonni xohishlari bo'yicha yashashadi. Qanchadir vaqt o'tgandan keyin ichki konflikt yuzaga keladi. Nega men faqat voz kechaveraman degan narsa. Chunki uni xohishlari, unga yoqadigan narsalar bostirilaveradi. Bir kun kelib, u o'zini xohishlarini talab qila boshlaydi. Borgisi kelgan joyga borish, kiygisi kelgan kiyimni kiyish, uchrashmoqchi bo'lgan do'stlari yo dugonalari bilan ko'rishishni xohlaydi. Va mana shu yerda birinchi konflikt bo'ladi. Va bu sliyani yomon emas. Inson birlashib, yana alohida bir shaxs ekanligini anglab turishi kerak. Shaxs sifatida sizni ham o'zingizni haqqingiz, burchingiz, shaxsiy chegaralaringiz, fikr erkinligi, xohish erkinligingiz bo'lishi kerak. Xuddi shu turmush o'rtog'ingizni ham shu hislatlari bo'lishi kerak. Buni erkak kishi toptamaydi. Biz ayollar, qizlar o'zimiz avval haqqimizni, burchimizni, vazifalarimizni ham bilib olishimiz kerak. Hozirgi zamonda ko'proq gerik olib bersin, kvartira olib bersin, o'qib bersin bo'lyapti-da, ko'p yoshlarni ishlagan uchun. Uyda xizmatkor bo'lsin. Sen nima qilasan? Men uni ruhlantirib yashayman. To'g'ri, ruhlantirish uchun albatta nimadir qilish kerak emas. Lekin bu turmush qurish deganida ikkita inson endi oila bo'lishga qaror qildi. Juftlashdi, nikoh qurdi, farzand tug'ildi. Endi bu yerda burch va mas'uliyatlar bor. Majburiyat va mas'uliyatlar bor. Hech kim bir-biriga majbur emas. Lekin mas'uliyat bo'lganligi uchun erkak tashqaridan, ayol esa ichkaridan bir-biriga xizmat qiladi. Erkak qo'rg'on, ustun, boquvchi, topuvchi bo'lsa, u qattiq energiyalarni ishlab keladi. Chunki og'ir mehnat, pul topish bu agressiya. Ayol kishi esa ichkarida oilani energiyasi, uyning olovi, oshxonaning bekasi, mehribon ona, ikkalasi birlashganidagina ular kuch va quvvatga aylanadi. Hech qayerda yo'q, dinda ham yo'q. Erkak ustun bo'lsin yoki ayol ustun bo'lsin. Ular ikkalasi ham katta bir qo'rg'onni ushlab turuvchi ustunlaridir. Biri birini to'ldiruvchi. Erkakda yo'q narsani ayol to'ldiradi, ayolda yo'q narsani erkak to'ldiradi. Shundagina oila mustahkam, jamiyatni o'sha bo'lagi sog'lom bo'ladi. Qachonki o'zini anglasagina inson boshqa insonni ham anglaydi, boshqa insonni ham qadrlaydi va boshqa insonni ham qadriga yetadi. Mana shundagina sog'lom turmush qurish mumkin, sog'lom jamiyat qurish mumkin, sog'lom farzandlarni o'stirish mumkin. Bu juda ham qiziq jarayon. Bu haqida xohlagancha gapirish mumkin, lekin o'tlab ketishimiz ham mumkin. Vaqtimiz afsuski ozgina chegaralangan. Va shu bilan birgalikda yana bitta shunday kelib chiqib savol tug'ildiki, siz aytyapsiz, mana erkak kishi ko'chada qattiq energiyalar bilan ishlab keladi, lekin bor hozir va ming afsuski ko'payib boryapti shunday oilalar.
ayol kishi ham to'liq mas'uliyatni o'zini zimmasiga olib, sababi turmush o'rtog'i mas'uliyatni olmaganligi uchun qattiq energiyalar bilan ishlab kelyapti va xuddiki oilada erkak va ayol roli almashib qolgandek. Bunda ayol kishi qanday o'zini tutishi kerak? Bizga rosa bizga xalaqit berishyapti. Demak, va mana shunday rollar almashib qolgan pozitsiyasida ayollar juda ham ko'p nolishadi. Mana men harakat qilaman, ba'zida tashib qo'yaman, qani o'zi qilsin deyman, lekin baribir mas'uliyatni o'zini zimmasiga olmaydi. O'sha paytda ayol kishi o'zi bilan ishlashi kerakmi yoki turmush o'rtog'iga qandaydir ta'sir o'tkazish kerakmi? Qanday yo'l tutish kerak? Biz boshqa insonni o'zgartira olmaymiz. Bu psixologiyaning eng birinchi qonuni va o'zgarmaydigan qonun. Biz faqatgina o'zimizni o'zgartira olamiz. Shu Alisher Fayzning qo'shig'i bor, o'zing o'zgarmaguningcha olam o'zgarmas. Ha, to'g'ri, hayotda bor. Rollar almashib qolishi. Erkak ayol, ayol erkak rolini o'tib qolishi. Lekin har qanday bo'layotgan voqeani ta'siri tagida bizni ikkilamchi manfaatlarimiz bor. Вторичный выгода deyiladi va tan olsak ham, olmasak ham ko'pincha uning ostida bo'lganligi uchun ko'pchilik tushunmaydi. Ayolning o'zida ikkilamchi manfaati bor. Oilada lider bo'lish uchun, oilani boshqarish uchun avval o'zi rolni qo'liga oladi. Sekin asta kuchli ayolni oldidagi har qanday erkak kuchsiz bo'la boshlaydi. Va ayol o'zi xohlamagan holatda ham qattiq energiyaga aylanadi. Chunki biz qanaqa energiya bilan ishlasak, mana shunaqa energiyada yashaymiz. Pul topish bu agressiya. Pul topish uchun ko'chaga chiqish kerak, qanaqadir muomala qilish kerak, qaysidir bir kasbni egallash kerak va pul topish bu qattiq energiya. Shuning uchun oila, ro'zg'or, farzandlar hamma narsani yelkasiga olgan erkak, ayol o'z-o'zidan kuchli bo'lishga harakat qiladi. Ahamiyat bersangiz, katta pul topgan ayollarning xarakterlari o'zgaradi, ovozlari o'zgaradi, dadil bo'ladi, so'kinib gapiradi. Balkim so'kinmas, lekin ulardan o'sha erkaklik energiyasi ufurib turadi. O'z-o'zidan gormonlarda ham o'zgarish bo'ladi. Va ular oilada ham mana shunaqangi hal qiluvchi, kesuvchi tonda, ovozda gapiradi. Avtomatik tarzda ular erkaklariga ishonch bermaydi. Kimgadir tegishi mumkin bu narsa, lekin hammada bir xil emas. Har bir insonning hayotida har xil narsa bor. Lekin ko'pincha shunaqa. Ishonch berilmagandan keyin erkak kishining ishonchi so'na boshlaydi. Erkak kishi mard, ammo mo'rt qilib yaratilgan. U aynan ayolning e'tirofiga, unga ishonch berishiga, undan kutishiga muhtoj va shuni orqasidan kuchli bo'ladi. Endi tasavvur qiling, yonida kuchli ayol bor. Unga pul berish shart emas. Biror bir narsalar qilib berish shart emas. Ko'chaga chiqib pul topish shart emas. Erkak kishining vazifasi yengillashdi. Tabiiyki, u divanning ustiga chiqadi, kunini televizor ko'rish bilan o'tkazadi. Ayol esa erim qilmayapti-ku deb o'zi harakat qilaveradi va yana yelkasiga ko'proq narsalarni oladi va charchab ketadi. Chunki ayol kishiga berilmagan og'ir ishlarni qilishi, ayolni tanasi avtomatik tabiiy holatda nozik qilib yaratilgan, farzand ko'rish uchun mo'ljallangan. O'sha hattoki nima uchun ayol hissiyotga moyil qilib yaratilgan deganida, u ona bo'lishi uchun, bolasini seva olishi uchun, oilada o'sha hissiyot bilan oilani energiyaga to'ldirish uchun yaratilgan. Nega erkak qattiq qilib yaratilgan, tanasi og'ir,
qiyin ishlarga ham moslashtirib yaratilgan. Chunki u ovchi, jangchi, himoyachi va bor jamiki qattiq ishlarni, og'ir energiyalarni ko'tarishga chidamli qilib yaratilgan. Avtomatik holatda rollar o'zgargandan keyin erkak kishi kuchsizlanib oladi. Ayol esa yanayam kuchlilashib, buni ustiga ichida eriga nisbatan pretenziyalari, aytilmagan qancha g'azab, nafrat, alamlari yig'ilaveradi. Bundan oila nabarot pastga qarab ketadi. Bu yerda qanaqa yo'l kerak? Ayol o'zini ustida ishlasa, o'zini aslida vazifasi nima ekanligini anglasa, yelkasidagi hamma narsani olib tashlasa va ma'lum vaqt ichida berishi kerak. Hech narsa qilmasligiga erishadi. Oxiri bir kun vazifasini oladi. Bunga vaqt kerak. Va to'xtamasdan ishlash kerak. Va natija bo'ladi. Demak, qanchalik biz hamma narsa atrofdan, hamma muammolarim atrofdagi insonlardan deb o'ylamaylik, baribir hamma narsa ichimizda ekan va har qanday inson hayotini o'zgartirish uchun faqat va faqat o'zini ichki olami bilan ishlashi kerak, shundaymi? 100% haqsiz. Chunki biz ota-onalarimizning, ota-bobolarimizning mahsulimiz. 7 yoshgacha biz oilada psixossenariy olamiz va mana shu psixossenariy orqali yashay boshlaymiz. Va hayotni o'zgartirish ham o'zimizni qo'limizda. Qachonki biz yetuklik pozitsiyasiga o'tsak, javobgarlikni o'zimizga olsak va hayotimizni o'zgartirish uchun qanaqadir to'g'ri qarorlar qabul qilsak, hayotimizda biz xohlagan yaxshi natijalar yuz beradi. Chunki bizning diqqatimiz judayam katta kuchli qurol. Diqqat qayerga ketsa, albatta natija o'sha joyda rivoj bo'ladi va albatta natijaga erishamiz. Bu natija bizga yoqsa ham, yoqmasa ham. Hozirgi hayotingiz sizga yoqmayaptimi? Diqqatingiz qayerga ketyapti? O'shani bir tahlil qilib ko'ring. Har kuni nima haqida o'ylayapsiz? Va sizni ko'proq diqqatingizni nimalar band qilyapti? Agar muammolar bo'lsa, demak siz energiyangiz bilan muammolarni sug'oryapsiz. Va muammo albatta sizga natija beradi. Agar niyatdan boshlanadi hamma narsa. Avval niyat va har kuni yaxshi niyatingiz, energiyangiz bilan sug'oraversangiz va unga qadam-qadam harakat qilsangiz, natija bir kun albatta eshigingiz qoqib keladi. Lekin shu bilan birgalikda ba'zi bir insonlarning pozitsiyasi hamma narsa taqdirimga yozib qo'yilgan-ku deb yurishadi-da va nimadir o'zgarishiga harakat ham qilishmaydi, ishonch ham yo'q. Taqdir sizningcha nima va o'zgartira olamizmi taqdirni? Taqdir, albatta taqdirga ishonaman. Bu mening fikrim. Taqdir bor. Taqdir oldindan yozib qo'yilgan. Ikkita narsa o'zgarmas. O'lim va rizq. Faqatgina farqi, bu ham men ustozlardan eshitganman. Uning barakali yoki barakasiz bo'lishida ekan. Va insonga ixtiyor berilgan. Va hattoki taqdiringizni o'zgarish ham o'z qo'liga. Kutib yotadigan bo'lsak, albattaki natija bo'lmaydi. Chunki hamma narsa bizni harakatimizga, sababini qilishimizga bog'liq. Ming taqdiringda yozilgan bo'lsin, sababini va harakatini qilasan, keyin natijasini olasan. Shuning uchun ixtiyor o'zimizda bo'lgandan keyin yaxshi hayotda yashashni xohlasak ham o'sha taqdirimizga boramiz va o'z holiga tashlab qo'yib ham bizga yoqmaydigan yo'l bilan borsak ham baribir boramiz. Taqdirda bor narsa. Lekin ixtiyor baribir o'zimiz qo'limizda. Biz ilmni ixtiyor qildikmi, anglashni, yaxshi niyatda bo'lishni, qalbimizni tozalashni, poklikni va yaxshilik qilishni xohladikmi, o'shanga qarab o'sha hayotimizda bizga belgilab qo'yilgan mukofotlar va natijalarga erishamiz.
va xuddi shunday boshqa yo'lni tanlaydigan bo'lsak ham o'sha orqali erishadigan bizga qiyinchilik olib keladigan muammolarga ham yetishamiz. Bu meni lekin shaxsiy fikrim. Bunga qo'shilishingiz yoki qo'shilmasligingiz mumkin albatta. Tushunarli. Keling, Nargiz opa, endi yana o'zingizga qaytsak, sizni hayotdagi qadriyatlaringiz nimalardan iborat? Eng oliy qadriyatim bu iymon. Iymoni butungina odam har qanday yomonlikdan qayta oladi. Endi iymonni maydalab bo'laklaydigan bo'lsak, bu toza qalb, toza fikr, toza niyat, hattoki gumonlarimiz ham go'zal bo'lishi. Biz yomon narsani ham gumon qilishimiz mumkin, lekin yaxshi narsani ham gumon qilishimiz mumkin. Bu o'sha iymonni bo'laklari. Mehr, muhabbat, butun dunyo, butun olam, har bitta inson, har bir tirik jon borki, mehr muhabbatga zor. E'tibor deymizmi, diqqat deymizmi, hamma narsani tagida mehr muhabbat bor. Bu qalb xotirjamligi. Va men uchun muhim bo'lgan qadriyat o'sha ichimizga solingan nurni tushunish, anglash, topish, uni ko'paytirish va hamma bilan bo'lishish. Bu eng muhim qadriyat. Hozirgi kunda hayotdagi missiyangiz nimalardan iborat deb o'ylaysiz? Missiyaga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda va oxirgi paytlarda meni o'ylantiradigan narsa, har bir izlanayotgan, yo'l izlayotgan, muammolariga yechim izlayotgan ayollar, qizlarni qo'lidan tutish, qo'llab-quvvatlash va shunaqangi bir xavfsiz maydon hosil qilish, davra balkim hosil qilishki, o'sha inson, izlanayotgan odam o'ziga o'xshagan ham fikr topib kelsin. Muammolariga tanqid, ayblov yoki qanaqadir bir bosim emas, balki yechim, qalbidagi yarasiga malham topadigan bir hamfikrlar orasiga kelishi va shu muhitni tiklash, shunaqa kuchli bir komanda hosil qilish, yetuk, yorqin, o'z hayotini o'zgartirgan ayollarni bir joyga jamlash va shular orqali xalqqa xizmat qilish. Bu hozirgi kunda meni o'ylantirayotgan bir dolzarb mavzu. Judayam zo'r. Omad tilaymiz bu missiyangizda. Nargiz opa, judayam zo'r, menimcha chiroyli suhbat bo'ldi. Judayam ko'p manfaatli bo'ladigan maslahatlarni berdingiz ayollarimizga, yoshlarga va suhbatimizni so'ngida go'zal, latofatli ayollarimizga bir chiroyli tilak, motivatsiyani bir bildirsangiz xursand bo'lgan bo'lardik. Har bitta ayol aslida bir mo'jiza. Yaratgan ayolni yaratar ekan, dunyoga quvonch, xursandchilik, mehr, muhabbatni tomchisini solib qo'yganda, ayol borki, o'sha oilada olov bor, energiya bor, quvonch bor, mehr. Farzandlar ham uyga kirganda onam qani deb kiradi. Turmush o'rtoqlarimiz ham uyga kirganda onang qani deb kiradi. Demak, har bitta ayolga mana shu baxtni tilayman. Tushunilib, qadr-qiymatga, mehr-muhabbatga loyiqligingizni his qilib yashashingizni tilayman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Rahmat kattakon Nargiz opa, sizga ham omadlar tilaymiz, muvaffaqiyatlar tilaymiz. Mana shu markazingiz ilon ko'plab ayollarga manfaatli bo'lib, farzandlarimizga manfaatli bo'lib, umuman jamiyatimiz rivojiga xizmat qilib beradigan markaz bo'lishini tilab qolamiz. Rahmat aytganingizga. Rahmat kattakon. Sizga ham katta rahmat. Rahmat. Azizlar, mana shunaqangi suhbat bugun o'tkazdik, manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Oradagi uzilishlar uchun uzr so'raymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.